ham bizniki masalamizni hech bir zaman hal qila olmaydigan shundoq chuvalchaq bir narsa chiqadi. Inson uni boshqa chiqib bo'g'siz darajada undaq bir narsa chiqadi. Chiqqandan keyin bu yerda biz nurg'un qatimlar bu do'stlarimiz bu sohada to'xtalgan bo'ldik, lekin bizniki jiq odamlarimiz bu sohada to'xtalmay shu yana shu rivoyatga berildi-da. Aslida Alloh tushirgan din nima degan vaqtda Qur'oni Karim. Qur'oni Karim bilan mush hozirgi musulmonlar e'tiqod qilayotgan dinning o'zini selishtirgan vaqtida eng oz bo'lgancha 50% o'xshamaydi. Azroq hamda 15-20% o'xshamaydigan chiqsa, u vaqtda boshqa gap. Ammo bu 50% ba'zi masalan haj faoliyatlariga o'xshash bundaq ibodatlarda yoki mayda jihad tushunchamiz yoki aqida tushunchamiz. Assalomu alaykum hurmatli ko'rganlar, mana shu vaqtdan xayrli bo'lsin. Bugun ishga azimimiz bilan birga din haqida yoki din isloh qilib bo'lamdi deydigan tema haqida konkret bir suhbat ilib bormoqchimiz. Amerikadan falsafa fanlari mutaxassisi To'xtab bandimiz bilan birga va sizni Keremka teolog deb atsam bo'lamdi, iloyashunos deb atsam bo'lamdi. Toz hukmlarni Uyg'urcha sistemlashmagankin toz bilib ketmayapman. Teolog deb turaylik, teolog Kerem efendim. Sualını başlayıp keteyler mesela kişilerin vaktini bek iyip ketmey. Biz hem neçman yılın ayağı İslam'dan ve itiqat qilib kelayotgan millet. Hem de biz qarab baxsaq hazırki bir zamanı bir cemiyet 21. yüzyılının perspektifinden dünyada nurg'unlik islom dunyosi masalalarining borligini ko'ramiz. Buni ayollar masalasini tutaylik, demokratiyaning integre qilinishi, kishilik huquq masalasi yoki ilm masalasi yangi o'xshash nurg'un nuqtalar. Endi biz qarasak, chiq odamlarda masalan musulmonlarda bu musulmonlarning masalasi islomning masalasi emas. Endi to'g'ri bir jamiyatning masalasini bir perspektivdan ya bu islomning masalasi ya u jamiyatga hisobning masalasi yoki u ijtimoiy ahvolning masalasi deb birli jihatdan qilib ketgan bo'lmaydi. Lekin masalan Max Weberning danliq jamiyatshunos shuning bir kitobi bor, hammamiz bilamiz balkim. Protestan axloqi kapitalizmning ruhi, protestan axloqning g'arbda kapitalizmning qanchalik darajada kengayishiga rol o'ynaganligi bilan munosabatli bir kitob. Endi biz klassik jamiyatshunoslarning asosli nuqtai nazarlaridan birisi dinning bir jamiyatning o'zgarishi yoki bir jamiyatning taraqqiyotida intayin kritik bir rol o'ynaydiganligi bilan munosabatli nurg'un materiallar bor. Endi Keremka sizdan başlay, biz endi bu meselelerning biz endi cemiyetimizde qarashmaylik. Biz ezelden meselelerni o'zimiz tushungan narsalar qo'ymaymiz. Islomdan qat'iy masala yo'q, faqat musulmonlarda masala deymiz. Endi lekin bu qarashga qarasam menga nisbatan masalan shaxsan bu xuddi padişahlık tüzümde mesele yok, fakat meselelerin hamısı padişahlar degandek bir tuyuldu hem de bana. Hem de qanchalik mantiqli qo'ydim, qanchalik meniki to'g'ri bilmayman. Sizce aka bu islom dinida hem de Uyg'urlar 1000 yildan yağı ishlangan, musulmonlar 1000 yildan yağı ishlangan, bütün jamiyatini mushning bilan din bilan lohiylagan, din bilan qurilgan bir xalq. Ana bunchalik masalaning İslam dünyası bunchalik ig'ir masalalarning bo'lishining hamda ular 1000 yildan yağı e'tiqod qilib kelayotgan, 1300 yildan yağı e'tiqod qilib kelayotgan din bilan bir bog'lanishlik bormi? Sizce bu islomda ba'zi qarashlarda, islomning ba'zi perspektivlarda masala bor deb qaramsiz? Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylardagi qarindoshlar, hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Estağfirullah. Endi bu nayri cho'ng bir mavzu, bu nemeniki islom masalasi. Ham buningda hozir islomni qisqacha bir tushuntirib o'tishga to'g'ri keldi, menimcha. Biz shaxsan men bu islom dinida 8 yil o'qidim. 8 yil o'qigandan keyin bu islom dinidagi nurg'unlagan kallamda o'tmagan masalalar mavjud bo'ldi. Chunki men hukumat maktabida 10 yıl o'qigandan keyin u marksizm-leninizmlik tarbiyasini ko'rgan odam bo'lg'achqa, uni nurg'unlagan yerlar kallamda o'tmay, shundan keyingi zamonlarda uni izinib nurg'un zamonlar ketdi izlashga.
keyingi zamonlarda bo'libmi shu 2000 yildan boshlab shu chet elga chiqqandan keyin nurg'un kitobni ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Undan keyin bo'libmi tarixiy kitoblar, ya'ni Misr tarixi deymiz, Arablar tarixi deymiz, Yahudlar tarixi deymiz, Yunanniki tarixiy falsafalar deymiz. Men shu falsafani qarab endi o'qigan bir odam. Shuning bilan bu yerda men bu dindagi, yani dinda masala borligini his qildim bu vaqtning o'zida. Dinda masala bor deganimning o'zida dinni yana biz Alloh taolo tushirgan dinda ketyapmiz yoki boshqa dinda ketyapmiz. Bunimi ham yana biz o'qigan vaqtda his qilmoqlik. Shuni da keyingi zamonlar kelgan vaqtda qarasak bu hozirgi diniy olimlarniki hammasi bizniki shu Sharq Turkiston ulamolar birligi deymiz, nurg'unlagan olimlarimiz var shuning sirtida. Ashlarni kitoblik qilayotgan narsalarmi hammasi shu Arabniki tuprog'ida bo'lgan rivoyatlarni tabliq qildi. Misol Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah degandek hozir undan boshqa yana bo'lmish 9 sahih kitob degan kitoblarni, undan boshqa yana rivoyat kitoblarini o'zini tabliq qildi. Uni din deb qaraydi. Ama Qur'oni Karimning o'zini Alloh taolo din deb tushirgan kitob Qur'oni Karim. Qur'oni Karim bilan hozirgi an'anaviy dinning o'zini yo klassik dinning o'zini Qur'oni Karim bilan selishtirgan vaqtida nurg'unlagan o'xshamaydigan yerlar chiqdi. Onun üstüne nihayet özellikle murakkab hem bizniki meselemizni hiçbir zaman hal kılanmaydigan. Şundaq çoğalacak bir narsa çıkdı. İnsan halkını başka çıkıp boğsuz derecede indak bir narsa çıkdı. Çıkardı ki bu yerde biz nurgun katımla bu dostlarımızın bu sahadımı toxtalgan bulduk. Öylekin bizniki cık adamlarımız bu saat toxtalmay şu yani şu rivayet gibi verildi de aslında Allah düşürgen din nima degan vaqtda Qur'oni Karim. Qur'oni Karim bilan mush hozirgi musulmonlar e'tiqod qilayotgan dinning o'zini selishtirgan vaqtida eng oz bo'lgancha 50% o'xshamaydi. Ozroq hamda 15-20% o'xshamaydigan chiqsa u vaqtda boshqa gap. Ammo bu 50% ba'zi masalan haj faoliyatlariga o'xshash bundaq ibodatlarda yoki mayda jihad tushunchisi deymiz yoki aqida tushunchisi, e'tiqod tushunchalar deymiz, siyosat iqtisod sohasida misol buningda shu faqat u bizniki, ya'ni arablarning boshqa insonlarniki masalasini hal qilmaydigan shaklda u ashta formatlar u dinchi. Ya'ni bunday aytgan vaqtida arabning ishiga yaraydigan, arabning madaniyatiga yaraydigan bir din holati kelib qoldi bu narsa. Kimki o dinni o'qisa, yani aşı hozirgi an'anaviy dinni deyapman men, ashuni o'qisa, Arabning katmini chapadigan, Arab tarafda bo'ldigan, o'zining milliy kimligini unutadigan, ashundaq bir holatni shakllantiradigan mendaq bir din holati kelib qoldi. Ammo Qur'oni Karimni vaqtiga vaqtib ko'rgan vaqtda, Qur'oni Karim har millatniki o'z madaniyati, o'z urf-odati bilan yashashga, o'ziniki ilm ma'rifatlarini taraqqiy qilishga va o'ziniki ayrim bir devletinin özüne kurup çıkış ve terakki kıldırış sahasında nurgulgan yetekçilik özü ideyanın özünü bize sunudu misal de. Ben muşundaq özü cık nesle var hem de Kur'an'ın özünü hemesini hazır sözlep boğulu bulmaydı. Lekin muşundaq yerini biz oturup koygan vaqtida hem de dinde yani bulupmu hazırki musulmanlar, bulupmu Uygur musulmanlarındaki itiqat kelyapatgan dinide çataqның bağlığı nəhayət eğir, yani eğir çataq var deyişki buldu. Eğer aşındaq bolmasa, o çataq bolmasa, yoki çataq azıraq bolğan bolsa-mı, Uygur xalqı hazırki ahvalga tushib qolmagan bo'lardi bu. 1100 yil bo'lib qoldi hozir biz bu islom diniga kirgili bo'lsa, islom diniga kirgandan tortib Uyg'urlar bir taraqqi qilib boqqan bir yer yo'q. Ba'zi odam deydi, islomni qabul qilgandan keyin mislsiz taraqqi qilgan deydi. Mislsiz hech qanday taraqqi yer yo'q. O Uygur urfu xalqının zamanı qilib qolgan ham turish bilan bir zaman taraqqi qilib, undan keyin oxirgi yenishdan boshqa hech qanday narsa yo'q bu yerda. Asosan Uyg'urlar Uygur milliy ruhini yo'qotgan, Uygur milliy kimligini yo'qotgan bir ahvol yuz beriklik. Sen kim desa, Uygur deyishdan musulmon deydigan, davlat quramsiz, davlat qurmay xalif qurum deydigan, ashundaq bir o'z ong'i kelib qolibdiki, o'ziniki davlatiga ko'ngil bo'lmaydigan,
özüneki milleti köngül bölmeydigan, özünün medeniyeti köngül bölmeydigan. Mesela Arapның medeniyetini İslam dep düşündigan, qara kiyimning özünü İslamның kiyimi dep düşündigan odatda. Mesela Nemilning özüde, Ramazanның özüde Zemzem suvi bilan xom bilan iftor qilishning o'zini bu islomning ko'rsatmasiga o'xshash shunday bir narsa deb tushundirdigan shunday ahvollar uni da sanab tugatolmaydi bu narsani. Bütün Arap medeniyeti İslam bu bizniki nemimizga, aqidamizga singgan, uning urf-odatlari hammasi bir diniy majburiyatdek. Biz ashul qilmasak gunohkor bo'lgandek. Bunday bir holat shakllanishda. Shakllangandan keyin millat nima qildi degan vaqtda şu Arapniki şu narsalarni o'zligini tashlab, şu narsaning o'zini qilmasa gunohkor bo'lgandek. Misol, eng oddiysi nurg'un o'z qarindoshlarimiz bor, bizniki shu saboqdoshlarimizning ichida, diniy olimning ichida toki muzika kelgan chog'da Arapning depinchasi bo'ldi, bizniki dutta tamburinchasi bo'lmaydi degan odamlar bor. Bu Arapning depi nima, bizning dutta tambur nima? Nima qanday deysa desa, Payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga kelgan vaqtida Araplar şu Medine'nin Arapları dapçıp aldığı çıkan deydi. Hem Arap'daki depo olgandaki, dutta tamburu bulmagandaki hem de dapçamay nimçalı demiş o vaxtın özde. Bunun özünü his qilmak adetde. Demek muşundak nerslerdeki sebep bilen Uygur milli kimlikke, milli özü medeniyetiga hücum qildigan, onu hakaret qildigan, onu çatqa qildigan, milletni onu soytadigan, başka milletlarniki örf-odat medeniyeti qiziqtirdigan muşundak bir holat bizniki nemimizde mövcutluq bunun tüp sebebi nerede diye vaqtda tüp sebebi bu an'anaviy dinda. Yani Kur'an'dan ibaret bunu demez, an'anaviy dinda. Yani şu Arap'daki şu hikayelerini özüne, hadisde oturup çıkan şu hikayelerini din dep milletke teşvik qilgan aşı narsada xatolik. Yani bunu ben baştan ahir o'qib chiqqan bo'lg'achqa bu kitobning o'zini bu aqida Arap'daki İslam aqidasi degan kitobni o'qib chiqqan bo'lg'achqa bunun özünü devatımı, bunun mesela Kur'an qandaq bir aqidda bo'lishini buyuruydu. U Araplardagi mesela Ahl-i vel Cemaat deydigan, Şia deydigan va hokazo aqida kitoblarda nimalar deydi. Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydigan haddi hisobsiz yerlar bor misol. Bu nima degan vaqtda Araplardagi ko'na, ya'ni Payg'ambar alayhisalom kelishdan burun ko'na dinniki aqidani singdirib, bundaq o'z aqida tuzib chiqqan yerlar bor buniki. Ya'ni o'zi qonun deydi, fiqh degan nimalar var, şeriat degan şu. Aşının o'zidimi nurg'unlagan shu Qur'oni Karimda yo'q ahkamlar, ashnaqa yozıqliq nima uchun degan vaqtda u burunqi shu Araplarniki Payg'ambar alayhisalomdan burunqi zamonda ijro qilib kelgan narsalarni din shu rivoyatlarniki vosita bilan din nomida islomning ichiga kirib olishlik. Masalan, Xutug'ning ovozi o'rgatadigan, anadakin o'zi zinaxo'ning o'zini chalma kesak qilamiz deydigan, murtadni o'ltiramiz deydigan, shu islom yani musulmon bo'lgan hech har qanday bir inson u musulmonning dushmani deb qaraydigan shunday qarashlar natibak eg'ir endi. Buning hammasi qayerdan kelgan degan vaqtda shu Arabniki shu hikoya, shu rivoyatlardan kelgan bir narsa. Bu maxsus bir qonun qilib, shu fiqh kitobning o'zida jazolar degan maxsus bir bob bor. Shu bobning o'zida shu narsa hammasi yozib bor. Misolda uni da men bir qismini deyapman, nurg'un narsalar bor bu yerda. Qur'on kelgan vaqtda degan vaqtda Qur'on kelgan vaqtda Qur'on yana ma gapning oxirisini bir og'iz gap qilibdi. Bu onundakin faqat iboratni tashabbus qilgan bir din holati kelib qolganlik. Ya'ni Arabniki shu an'anaviy dini faqat shu ibodat qilishga tashabbus qilgan holatni nima qilganlik insonlar kesh bosh ko'tarmaydigan shu Xitoyniki hashasiga o'xshash ishni qilib kelsa shu bosh ko'tarmay ibodat qilgan shunday bir holatni paydo qilganlik u bir ishni qilib kelgandan keyin bir kichkina bir tafakkur qilib bir narsani o'ylig'idek bir holni qo'ymaydigan bunday holatni shakllantirib qo'yishda bu shu o'z vaqtida Umayya Abbosiya sulolasi zamonida hokimiyatga xalq qarshi chiqolmagan bir yo'lni tepish uchun ibodatning turlarini orttirayotgan ekan shu kesh namoz o'qib, ro'z tutib, shuni zikr tasbih etib, shuni o'tib ketganda nurg'un insonlar shunga oldinib. Endi bu shu nimalar, shu
Sizin sözünüzü müşahsel kesip duraylı çünkü Toxtukam azar söz beri anladıkken texim meselelerini konkretleştiririz. Bunu ikinci, üçüncü sorularda. Şu an hazır Oldu. Toxtukam'dan azırak söz olay. Toxtukam siz Kerem Kam'ın gaplarını anladınız. Buna qanday qaraysiz? Bayaq so'ralgan savolim qanday qaraysiz? Muşunun cavab berish bilan bilamiz. Biz g'arb dunyosiga qaraymiz. G'arb dunyosiga qarasak, jiq Hristiyan dinida yoki Yahudi dinini ancha bilib ketmayman. Hristiyan dinida jiq reform hareketlari ilib berildi, diniy islohot hareketlari. Lekin islom dunyosida bundoq diniy islohotlar qanchalik darajada ilib berildi? Bu islomning hem İslam bilen bu Müslüman devletlerinde, Müslüman cemiyetlerdeki bu ictimai, iqtisadi ve siyasi mesele krizisler bilen boğan alakası qanchalik ve bunu ıslah qilgin bo'lamdi bu nuqtada azroq sizcha ıslah qilgin bo'ladi bu dinni yoki dinning ichidagi bu masalani ıslah qilgin bo'ladi deb qaramsiz bu yoqda azroq to'xtalib berganmisiz? Buldu. Endi islomni zamoniylashtirish menimcha hali burundan islom dini shakllangan vaqtlardan boshlabla uzun vaqt o'tmayla o'ttirib chiqqan bir masala. Zamoniylashtirish deganda biz hozirgi zamondagi ma'nosini oddiy tilimiz bilan aytsak zamoniylashtirish degan zamonga moslashtirish degan gap. Shundaqku endi uni dunyoqarash, siyosiy tushunchalar va axloqiy nuqtai nazarlar maslahalardan aytganda shu zamonlardagi fan texnikaninki taraqqiyotiga, shu fan texnikaninki taraqqiyot orqali shakllangan davrdagi krizis va shu masalalarni diniy nuqtadan qanday hal qilish, shu dinni reallikqa, odamlarning turmush sarguzashtlariga va shu zaman qanday moslashtirish degan masalalar. Endi Yevropa nuqtasini aytsak, ideologiya yoki ideya jihatiga dinni bir xil ideya-ku. Umumjihatdan aytganda jamiyatdagi ideyalarninki o'zgarishi, shu masalan yangi dengiz yo'llarining ochilishidan boshlab Napoleonninki feodallik chek-chegaralarni bo'sib chiqishi, adabiyot san'atining uyg'onishi, ondan tak 19-asrlardagi oq ortish harakatlariga qadar har xil sohalarda ifodalangan. Masalan biz dangliq rassomlar Dantening rasmlaridan tortib Shekspirninki komediyalari qadar Newtonninki yangi mexanikasi qadar buni har sohalardan ko'rib olamiz. Endi xristian dinidagi bu xil oq ortishlar, masalan Lutherninki oq ortishlari davridan boshlanganda Abay qarindishimiz deganga o'xshash har bir millatning o'ziga xos bo'lgan shakldagi yo'sinda shu diniy qatni olib berish Lutherdan boshlangan bir xil hodisa. Ayni vaqtda katolik dinninki hukmronligi ostida yerlik har qaysi millatlar o'zining tilini ishlatmaydigan holatda, lekin Lutherga kelganda o'z tili orqali ibodat qiladigan bu xil holatlar, o'zining urf-odati bo'yicha diniy rasmiyatlarni o'taydigan bu xil ahvollar shundan keyin shakllangan. Masalan, Luther, Calvin shu vaqtlardagi uch cho'ng xristian dinidagi uch cho'ng mazhabning shakllanish davrlari shunday. Endi islom diniga nisbatan bu xil bosqichlarni beshin kechirgan. Masalan, ayni vaqtlarda Al-Farabi deymiz, Ibn Sina, Al-Biruni bularninki aqliychilikni tabiiy Aristotelga ergashgan tabiiypanchilikni tashabbus qilgan aqliychilar yo'li bilan keyingi tariqatchilarning, sufizmchilarninki g'ayriaqliy yo'sindagi yaratquchi bilan bevosita aloqa qilish, diniy murosim va rasmiyatlardan namoz va boshqa shakldagi har xil yo'sindagi diniy murosamlardan mustasno holda bevosita iloh bilan aloqa qilish degandek bu xil tashabbuslari shu vaqtlarda o'tirib chiqqan. Buning talash tortishlari keyin G'azzaliyning, Ibn Rushdi va Ibn Xaldun qatorliq mashhur faylasuflarninki kelishtirmishiligi qatorliq nazariya asosida ko'plab taraqqiy qilgan. Ya'ni keyingi mazgillarga kelganda bu bo'libmi Birinchi dunyo urushi, Ikkinchi dunyo urushi mazgillarida dunyo xaritasining qaytadan ratlanishi, kuchlarning, siyosiy kuchlarning qaytadan ratlanishi, Osmon imperiyalarininki taxt hukmron o'rnidan qaytib qolish jarayonlarida G'arbning masalan
steam engine deymiz, shu par mashinalari va uningdan keyin masalan soatlarning ijod bo'lishi, soat orqali burungi vaqtlarda odamlar vaqtni 5 vaqt namoz orqalidagi vaqtlar orqali o'lchagan bo'lsa, keyingi vaqtlarda rasmiy o'lchamlik zamonni vaqt orqali o'lchaydigan texnikalashgan jamiyatning ta'sirlari, ommaviy qatnash, masalan transportation deymiz, yoki ijtimoiy aloqalar, eng dastlabki telegram va telefonlarning ijod bo'lishi, umuman odamlarning ijtimoiy turmushida g'oyat zo'r darajada o'zgarishlar bo'lgan. Bu xil o'zgarishlar albatta ideologiya asosida ifodalanib chiqqan. Dal mush xil ko'z qarashlar sababidan abaysan ilib o'tgan, ig'izga ilib o'tgan masalan Max Weber deymiz, Emil Durkheim, Karl Marx bular shu vaqtlarga dangliq sotsiologiyachilar. Bularning nazariyasi bo'yicha aytganda masalan shu fan texnikaning shu vaqtlik taraqqiyotiga asosan bular kelgusi fan texnika taraqqiy qilib 20 asrning boshlariga borganda din yer yuzidan yo'qoldi degandek qiyoslarni o'tirib qo'ygan. Lekin amaliyot undaq bo'lgani yo'q. Endi din bir xil ideologiya, ideya shaklida 20 asrga kelganda taxminlaydi. Masalan hozir yer shari nupusinki 8 milliard nupus var desak, yer shari buningda 1 milliard 600 millionga yaqin dinsizlar bor, qolgan odamlarning hammasi dinga e'tiqod qilgan odamlar. Agarda bu sotsiologiyachilarningki nazariyasi qiyos to'g'ri bo'lgan bo'lsa, o'lda rost degandek dinlar suslashgan bo'lishi kerak edi. Undaq bo'lgani yo'q. Endi yig'ib aytganda dinlarni zamoniylashtirish mumkin. Chunki har qanday bir ideologiyani zamoniylashtirish tamoman mumkinlikka ega. Endi bu xil zamoniylashtirish qanday amalga oshadi deganda, dinga nisbatan aytganda nima uchun zamoniylashtirish zarur bo'lib qoldi, buni o'ylashga tegishli. Masalan, o'zida bir xil tabiiy kamchilik bo'lmasa, bu o'ziga qarama-qarshi bo'lgan fanda o'tirg'i chiqayotgan yangiliklarni o'ziga tatbiqlab, o'ziga qurol qilib ishlatishga zaruriyat tug'ilmagan bo'ladi. Demak, bu yerda bir ichki ijoddagi kamchilik, tabiiy kamchilik bor. Shu sababdan o zamoniylashtishga ehtiyojli. Dinning sirtidagi yoki dinga qarshi yo'sinda o'tirg'i chiqqan, masalan o'tirg'i chiqqan shu mazgillarda o'tirg'i chiqqan tadrijiy taraqqiyot nazariyasi deymiz. Ptolmeyninki yer markaz ta'limotga qarshi o'tirg'i chiqqan, Galileyningki nazariyalari, Kopernikning quyosh markaz ta'limotlari, bular butunlay dinninki aqidalarini butunlay qarshida nurg'un nazariyalari. Umuman İbrahim Cedillarning aytishicha yer shari 6000 yil burun yasalganda, aytishlar qaraganda, lekin keyingi kvantum mexanikasi bo'lsin, Einsteinning nazariyalari bo'lsin, kozmologiyalik nazariyalarda hozirgi holatdagi olamning paydo bo'lishini kam deganda 15 milliard yildan ilgari surildi. Yani shu nazariyalar nurg'un narsalar umuman texnikalik sohalarda isbotlanib chiqqan. Buning qarshilig'i bo'lmaydi. Endi buni dinlar o'ziga tatbiq qila oladi. Nima uchun deganda dinning xuddi biologiyalik tanchilarga o'xshash tadrijiy o'zgarishga taraqqiy qilishga muhtoj. O'zining hayotiy jonini saqlab qolish zarur. Endi agarda tadrijiy taraqqiyot nuqtasini aytganda jonni saqlab qolish muhim bo'lsa, har qanday bir madaniyat hodisi, din bir xil madaniyat hodisi. U holda u amal bor. Har qanday qurolni, har qanday sohani ishlatib o'zining hayotini o'zgartirishga tirishadi. Biroq masala uningki shuni qila oladigan, qila olmaydiganligi emas, balki shundoq zamonaviylashtirishning o'ziga nima foydasi bor shuningda. Meningcha dinlarga nisbatan zamoniylashtirish yoki fan texnika shaklidagi zamoniylashtirish, sekularizm yoki bu dunyolashish dinga ziyonliq. Nima uchun deganda din mohiyatini aytganda u dunyolik ideologiya, ya'ni dinning ko'zlaydigani u dunyodagi baxt. Ya'ni insonningki u dunyoga borgandagi taqdirida bu masala eng muhim. Shuning uchun masalan bizda ummatchilik bilan millatchilikning hozirgi to'qinishi va qarama-qarshiligi shu sababdan shakllangan. Dinning butun ko'zlagan haqiqiy dindor bu dunyodan voz kechgan dindor. Endi bu dunyoda masalan sufizm
tariqatchilik, buddizmning va xristian dinidagi mistisizm bularning hammasi nimadan kelib chiqqan deganda haqiqiy dindorlikdan kelib chiqqan. Endi odatdagi turmushlarni, ya'ni sekularizmni din bilan birlashtirishning o'zi amaliyotda dinga oxirgi hisobda dinninki, masalan, xristian dinninki tarixidan qaraydigan bo'lsakmi, bu shuni isbotlaydi. Din qanchaki bu dunyolashgan sari uningki odamlarning dinsizlashishi shuncha ko'paydi. Masalan, 2000 yil burun yashardi 170 million nüfus bo'lgan. Hozir 8 milliard nüfus var. 2-3 ming yillar ilgari yashardi birmi dinsiz odam yo'q edi. Hozir 2 milliardga yaqin odam dinsiz. Bu xil amaliyotda bu yer sharining dastlabki tarixida insonlar yangi paydo bo'lgan davrdan boshlab hozirga solishtirsak, burungi vaqtlarda hamma odam dinga ishongan odamlar, mayli u animizmlik tushuncha, atashparastlik yoki buyur totem e'tiqodi, boshqa totem e'tiqodlar bo'lsin, umuman har qanday narsa jon bor deb ishonish, bir xil tabiatdan tashqari sehriy kuchning hukmronligida, narsalarning shuning kontrolligida bo'lganligiga ishonish, bu bir xil diniy tushuncha, diniy e'tiqod. Bir ilohlik dinlar keyingi shakllanishi tarixda. Lekin mushkul taraqqiyotlar orqali hozirga kelganda dinsizlarningki sonning ko'payishi bir xil iqimga aylanib qolgan. Endi agarda dinlar o'zining aqidalari, o'zining dunyoni tushuntirish nazariyalari orqali o'zining masalasini o'zi hal qilolmay, fan texnikadan chiqqan nazariyalarga tayinish orqali yoki o'zini bu dunyolashtirish orqali hayotini saqlab qolishga tirishganda, u holda bu shu dinga ziyonli. Birisi uningda shu tabiiy intrinsic deymiz, tabiiy kamchilikning bog'liqini o'tirib qo'ydi. Yana birisi bu xil bu dunyolashish oxirgi hisobda bo'lganda nurg'un odamlarningki amaliyotda masalan axloqiy jihatda din bo'lmasa odamlarning axloqliq bo'la oladiganligini, xalqlik bo'lmasa demokratik jamiyatlarning odamlarning mang'iza oladiganligini yoki dinning o'tirib qo'ygan nazariyalar bo'lmasa fan texnikaniki tadrijiy taraqqiyot nazariyasi, Newton mexanikasi yoki Einsteinning nisbiylik nazariyasi bo'lsin degandek nazariya orqali dunyoninki na'dan kelib nega borligini tushuntirib yoki sharhlab, hatto amaliyotga tatbiqlab keta oladiganligiga odamlar ishongan sari dinninki bu insoniyatning ong dunyosidagi hukmronlik o'rni barbara suslashishi mumkin. Mening gapim shu yerda. Ko'p rahmat. Emily Durkheimning bir nazariy isbot shunga bilan munosabatli. Din qancha fanga moslashgan sari, qancha fan bilan fanning nazariyalarini, ya'ni ilm fan bilan qancha moslashgan saqlagan sari shuncha mavjud qo'dab qolaydi deb sizning o'tirib qo'ygangiz bundan qarama-qarshisidek his qildim men. Lekin bir xil tushuncha ekan, hech anglab baxmagan bir tushuncha ekan. Ko'p rahmat. Turda bizga statistiklarni akab bergan bo'lsang ekronga. Biz musulmon jamiyatlarda qarab baqsaq, bek ko'p masalalarning borlig'ini his qilamiz. Mao hozir ko'ringan o'tirib qo'yganimiz hamjinslik masalasi bilan munosabatli. Hamjinslarningki o'lim jazosi hukm qilishdan cheklangan yerlargacha va demokratik davlatlardagi ahvolida demokratik davlatlarning ko'pinchisida yoki Janubiy Amerika davlatlarining ko'pinchisida to'y qilishga yo'l qo'ysa, va Saudiya Arabiston, Iran, Yaman degandek davlatlar o'tirish ko'pincha bir qismi buni cheklaydi, hatto o'lim jazosiga qadar ig'ir nimalar bor, jazolar bor. Bu yerda bir o'xshashmaslikni ko'ralaymiz. Bu yerga qarab baqsaqmi, xarita deganlar bu ya eski Sovet Cumhuriyatlaridan qolgan davlatlar ko'pinchisi bu kishilik huquq bilan munosabatli sijildagi bir qorong'u sijil bor davlatlarning ko'pinchisi ya o'tirish sharq davlatlar bo'lib chiqdi yoki eski Sovet Rossiyasidagi davlatlar bilan ko'p chiqdi. Ya'ni jihatda bu yana o'tkazib boshqa statistikalar kelaylik. Mao men shu nimaniki nima qarindishimizni aytnimada? Turdi. Shuniki nimasi ishga qiz bir din sohasida bir ishga qizga huquq keladi. Bo'ladi. Men statistikani tushuntirib qo'ygan so'zni emas sizga bersam. Bo'ldi. Unutib qolam sizga gapingizni. Bo'ldi, unutib qolmayman. Mao ikkinchi statistika ostidagi narsa yaxshi ko'rinmabdi. Bu qaysi statistika so'g'aydi, men o'zim unutib qoldim hozir. Mao demokrasiya indeksi dunyoninki.
Endi qarab baksak Sahra altı, Sahra üstüdeki Müslüman devletler, O'rta Şarq ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinden yani o'xshash demokratiya bilan bo'lgan munosabatining tiki sicilini görebiliriz değil mi? Ya da qip-qizil yani hech qanday demokrat emas devletler. Yani ötküzeyli. Mao Freedom Forum'ның çıkarganlık kişilik hukukta kişi individual özgür erkinlik bilen münasebetlik istatistika. Bunun yani eski Sovyet ülkeleri ya ki Müslüman İslam dünyası devletlerini köpünçe Allah'ı körü olayımız. Bunun o'xshash statistikalarni ko'p yig'inchoqlasak, bunun o'xshash statistikalar. Men bir qismlarini nim qildim, ustidagi ostida batdi ular toz yaxshi ekranda ko'gini bo'lmaydi ekan. Endi Keremka sizdan so'raydiganim endi bu yilgi kishilik huquq, endi To'xtakamning so'ziga o'zingiz qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan so'zingizni qo'shimcha qilgach, endi bu islom dunyosidagi demokratiya va kishilik huquq bilan munosabatlik bu xil darajada radikallaşıp ketishning bu jihatda qat'iy diktatorlikning sababini diniy sabablarini nima deb qaraysiz? Bu jihatdagi ko'z qarashlaringizni biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Aldı bilan men o nimeniki so'ziga kichkina ilova qilay. Din ilm fan bilan hozir qilmish taraqqiyot bilan moslashgan vaqtda o din o'zini yo'qotadi degan bu butunlay Kur'an-ı Kerim'e zıt bir narsa. Kur'an-ı Kerim insan qancha bilgan siri, qancha o'qigan siri, qancha tadqiq qilgan siri bir narsaning o'zini, u narsaning ichida Alloh taoloning cheksiz qudratining o'zini his qila oladi. His qilish orqali u inson Alloh taoloni tanishga texnik yaqinlasha oladi. Misol, Qur'on-i Kerimdagi birinchi tushgan oyatning o'zimi iymon etish, namoz o'qish haqida tushgan emas. Birincisi o'qish, bilish va o'zini Parvardigorini tanish. Ya'ni iqra bismi robbikallazî xalaq, xalaqal insana min alaq, iqra va rabbukal akramul-lazî allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam degan oyatning o'zida inson o'qigan vaqtda o'z Parvardigorini, o'zini laxt qondan yaratgan Parvardigorini taniya oladigan bir holatga yetadi degan gap bu. Ya'ni bilim insonni iymondan, islomdan yani yiroqlashtirmaydi. Hatta İslam'daki haqiqiy bir İslam ekanligini isbotlarni o'zi topalaydi degan gap. Tepishqa nima bo'ladi degan gap. Ya'ni bundan biz bila olamizki, har qanday ilm Qur'oni Karim ko'rsatgan islomga yot emas, hattoki Qur'oni Karim buyurgan ilm u. Ya'ni qanchalik o'zi inson o'qisa, u inson nimaga o'zi dinga yaqinlasha oladi. Chunki Qur'onniki mohiyati asosan shu hamma narsaniki tehdidki qonuniyatlarga bog'langan bir kitob bo'lg'achqa, u o'qigan ilm ashaga olib degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda hech bir zaman inson o'qish bilan yoki hozirgi zamondagi ilm fan bilan mashg'ul bo'lgan vaqtda dindan yiroqlashib ketgan bir narsa bo'lmaydi. Ham din mushundaq o'zi yaxshi bir jamiyat qurishga uringan Qur'oni Karim. Qur'oni Karimdagi dindan iborat. Ya'ni men boya salbiy tarafidagi Araplar haqida o'ydirilgan narsaga ergashganligimizni topgan ziyinni so'zlab o'tdim men bayatın birisi. U Qur'oni Karimdagi din emas u. Endi biz Qur'oni Karimdagi Qur'on o'zi ko'rsatgan, Alloh taolo o'zi ko'rsatgan dinga kelgan vaqtda cho'digan vaqtda u din asla o'zi insonning o'zini o'qishdan mahrum to'smaydi. Faqatla o'qishga nima qo'ydi? Bir o'z prinsip qo'ydi. U prinsip nima degan vaqtda koinotniki, ya'ni har qanday bir maxluqniki ziyniga ishlatmaslik. U ilmni insoniyatning va har qanday narsaning foydasi uchun to'g'ri ishlatish bu Qur'oni Karim qo'ygan prinsip. Mush prinsip ostida ish qilish har qanday ilmni o'qigan vaqtda buning o'zini Qur'oni Karim buyuradi. Boshqa hech qanday o'zi u burungi zamonda masalan payg'ambar alayhisolom zamonida Qur'onni o'qish, u buni o'qishning o'zi shu zamon loyiq o'qishda endi. Bo'lgan bo'lsa biz uni eslab olish hech qanday hojat yo'q. Nima degan vaqtda Qur'oni Karim har zamonda shu zamondagi ilmni o'qish orqali shu zamonga loyiq odam bo'lishni buyuradi. Hozirgi musulmonlarniki masalan nurg'un insonlarniki hozirgi zamonga loyiq bo'lolmay, hozirgi demokratik davlatlar tilov yurishi sababi nima degan vaqtda Qur'oni Karimdagi bu sohadagi narsalarning, bu sohadagi buyruqlarning o'zini tushunganlik. Bu Uyg'ur musulmonlari misolda uni tushunmaganlikdan kelib chiqayotgan narsa. Endi bu islomni isloh qilib bo'lamdi degan vaqtda
İslamni isloh qilib boshqa narsaga o'zgartirilmaydi. İslamni isloh qilgan narsa u nima degan vaqtida bütün Qur'onning sirtidagi narsani tashlab o'tish orqali faqat Qur'onni o'tirib chiqargan vaqtida insonni hozirgi zamondagi insonlarga loyiq, hozirgi zamonga loyiq inson bo'lishga buyuradigan, hozirgi zamondagi ilmni erishishga buyuradigan bir kitobni ko'rgan bo'ladi. Ya'ni shu Qur'ondan iborat shu islomga qaytgan vaqtda insonlar o'zining diniy e'tiqodini, ya'ni islomning o'zini qayta tiklab isloh qilgan bo'ladi deymiz endi. Ana vaqtida. Yani Kur'ansız, yani Müslümanlar Kur'ansız hiçbir zaman özünü ıslah kılamaydı. Eğer dinimni ıslah kılamaydı dep kalsa, ya ki Müslümanlığını ıslah kılamaydı dep kalsa, Kur'ansız hiçbir zaman ıslah kılamaydı. Buradaki özü ne mesela delili neyme diye vakıda tarihten bu yan dinler mesela Adem Aleyhisselam'ın tartip kelgen Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamber zikir kılındı. İnsanlar şundak petip ketken vakıda, şundak özü hurafilikka, şu petip ketken vakıda şu insanlarını peygamber kelgendikin şu yeni din ularning o'zini qutqizish orqali ularni qaytadan bir inson qilib qurib chiqqanda, shu dinlarning hammasidagi tegi-takti prinsip jihati o'xshash. Masalan, uniki ijroat sohasi har xil bo'lsa-mu, lekin prinsipi o'xshash. Shuning uchun bu yerki narsa nima degan vaqtda biz payg'ambar alayhissalom zamonidagi yoki bundan 500 yil, 600 yil burungi ishlarning o'zini hozirgi zamonda din qilmasdan Qur'oni Karimdagi dinning prinsipiga tayanishimiz lozim. Bu din bayma o kardeşimiz degandek bu bir ideologiya. Bunun içinde mesela Marksizm-Leninizmdeki mesela kapitalizm, sosyalizm, komünizm degandek aşı ideologiyası o'xshash bir ideologiya u prinsip belgilaydi. Mesela Jungu o ideologiya qabul qilgan shu sosyalizmning shu prinsipi asosan o'zini qonun chiqargan gap, nima qilgan gap. Qur'on mashtaq bir narsa, uniki prinsipi hech bir zaman og'ir qilib qolmaydi. Yani insonni oldiga o'zi mengishga tashabbus qilib turdi. İnsanlar onun için bu yerdelik burun kılan işki esilmay, Kur'an-ı Kerim'deki şu prensip esilgan vaqtida özünün dinini ıslah kılan boldu ve zamanına layık adam bolalgan boldu. Öz milleti, özüneki vatani için köreş kılalgıdek bir haletke kelalaydı mana şetqa vaqtida. Tuluq bir adam bolalgan deken, ilimlik adam bolalgan deken. Zaki Keremka, bayaq suallarning oxirini yana siz yana so'zlab biram. Demek çoğun gibi siz hem de hazır sözlerinizi qardam hem de ıslah qilish kerak, mındaq Kur'an'ın yolu bilen mağızı şunda hem demokratik zamonaviy qimmat qarashlarni sig'diralaydi dediniz. Lekin hem de İslam tarixiga qarab baqsak, haqiqatan g'arbdagi o'xshash bir demokratik davlat chiqqan tarixni ko'mdik biz. Masalan, ayollar huquqi deymiz, bola kelinlar masalasini deymiz. Yani bunda tarix İslam tarixida yo'q. Yani g'arb tarixi chiqqandan keyin hamda g'arbda bo'lgan narsalar hamda bizning dinimizga mush texnik mos keldi desak, bu yerga bir xilman bir tutarsizlikni his qilgandek, bir bilan moslashmagandek his qildim. Albatta. Bayaq men sizga degandek statistikalarni o'tirib qo'yganda masalan hamjins masalasida qattiq islomning pozitsiyasi, masalan ayollar huquq masalasi jihatda, bola kelinlar masalasi jihatda hamda bu islom dunyosida azaldan islom dunyosi vaqtdan tortib bir masalalar payg'ambar alayhissalomning zaten sunnatlarini o'qisaqmi, bola kelin masalasi deymiz, ayollar huquq masalasi deymiz. Bu masalalarda umum jihatdan ham islomning boshlang'ich tarixidan e'tiboran bir masalaga bog'liq ham obyektiv bir nuqtadan turib qarasaqda, islom diniga ishongan bir sifatdan emas, hamda islomni mustaqil bir kuzatkichi tishdan sirtdan kuzatkichi sifatida deb bilsak. Yani bu jihatlarga qarashlaringizni qanday qaraysiz? Buni hamda bu jihatda isloh qilgan bo'lamdi islomni? Mushta kishilik huquq masalalariga moslashtirgan bo'lamdi? Bu yerda ikki narsa bor. Birinchi, Qur'oni Karim qanday davlat qurishning o'zini bizga buyurgan misolda. Qur'oni Karimdagi davlatchilik prinsiplarini tushunishimiz lozim. İkincisi şu prinsip asasen Peygamber Aleyhisselam qanday davlat qurgan. Qolgan Peygamber Aleyhisselamdan keyingi zamandagi qurilgan davlatni biz uni hisobga olib ketmaymiz. Nima uchun degan vaqtda Umayya, Abbasiya sulolasi zaten islom qarshi qurilgan bir davlatlar. Ammo Peygamber Aleyhisselam zamonida ko'rgan vaqtda Peygamber Aleyhisselam har qanday dindagi, har qanday o'zi millat, har qanday mazhabdagi insonlarning o'zini bir bayroqni ostiga chiqargan Peygamber Aleyhisselam. Masalan, Madinaga kelgan vaqtda Medine ahdinomasini tuzgan vaqtda Madinadagi aholisiniki 40-45% Yahudlarni tarkib topgan. O'shaning o'zida Madina shahrining o'zini qo'g'dash uchun hammasi o'rtaq bir jo'ziga kelib, shu yerda Madina ahdinomasini tuzgan va Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lishidan 6 oy burungi Tabuk urushining o'zidami
bu o'zi 50 necha qabilaga yetgan. Shu qabilaning ichida ba'zanlari islom diniga e'tiqod qilgan shu qabilaning ichida bir qism insonlar islom diniga kirgan bo'lsa, nurg'unlar o'z dinini qilib qilish sharti bilan shu hokimiyatga bo'ysunish nemasi bilan kirgan. Yahudlar o'zimizni dinni qilib qolamiz, davlatga bosh to'laymiz deb shunday kirgan. Shuni u yerga narsa nima degan vaqtda agar davlatga hokimiyatga qarshi chiqmasa, e'tiqod o'ziniki har odamning o'zining shaxsiy ishi. Qur'oni Karim bunday buyuradi. Lakum dinukum valiyadin degan oyatning o'zimi har odamning diniy e'tiqodi o'ziga. Chunki nima chiqadi degan vaqtda diniy e'tiqod inson bilan insonning o'rtasidagi narsa emas. İnsan bilan Allohning o'rtasidagi narsa u. Unda qo'ygandan keyin u Alloh bilan insonning o'rtasidagi narsani inson bilan insonning o'rtasidagi narsaga aylantirish orqali bir-biriga dushmanlik paydo qilish Qur'oni Karim cheklagan bir ish u. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda qanday diniy e'tiqod qilsin, bu yerda Qur'oni Karim hech bir zaman bir insonning o'zini majburiy musulmon bo'lishga bo'lmaydi. La ikraha fid din degan oyatga maxsus dinda zo'rlash yo'q, ya'ni. Bunun o'xshash oyat yomon. Şimdi bo'lgandan o meseleni ancha bir qaraytı chog'liq demoqchi men faqat tushunamadim. Ben bayağı biz degandek ayollar huquq meselesi, hem cins meselesi, bolalar meselesi. Ya hozirgi vaqtda bu masalan demokratik tuzumning hammasi islom qabul qilmaydi, to'g'ri. Buning uchun qabul qilinadigan yerlari bor. Masalan, inson haqlari deymiz, undan keyin hamma odamga o'xshash muomala qilish deymiz. Masalan, bu narsalarning hammasini islom qabul qila oladi, ya'ni Qur'on qabul qila oladi. Endi o'xshash jinslarni to'y qilishi deymiz, hayvonlarga to'y qilish deymiz, ashuna o'xshash har xil o'zi narsalar bor. Bunday narsalarning o'zini islom qabul qilmaydi. Ya'ni buning o'zini islom oshqun bir ish deb qaraydi. Men bu ashta qarayman, demokratiyaning oshqun tarafi bu. Lekin hayvonlar bilan to'y qilish masalasining borlig'ini men ancha bilmaydiganman. Bu masala g'arbdami yo'q undaq bir masala. Bu hamda jins masalasi o ayrim bir masalada, hamda o ayollar hayvonlar meselesi hayvonlarni istismar qilgan kirib ketdi, hayvonlarning huquqini depsani qilgan kirib ketdi. G'arbda intayin qarshi, g'arb demokratizm bir qarshi bir ahvol, unda ish mumkin emas. Endi men degan sizlarning so'lim bo'yicha javob berdingiz. Endi ba'zi yerlarni haqiqatan deganingizdek demokratiya bilan moslashadigan yerlar bor, islomning ba'zi yerlar moslashmaydi demoqchi-ku. Nima xato? To'g'ri. Uni insonlikning sirtiga chiqarayotgan insonlarni, uni degan insonlikni ojizlashtiradigan, insoniy g'ururni ojizlashtiradigan bunday narsalarga islom uni qabul qilmaydi. Uni o'zini qo'llamaydi asosan. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda insonlikqa, insonniki o'zi vijdon g'ururiga tegmaydigan shakldagi bunday narsalarning o'zini islom qo'llaydi. Bu degan gapning o'zini men bunday chiqarib qo'ygan narsa emas. Men 2002da Norvegiyaga keldim. 2003da Fransiyada bir xotinning o'zi bir ishtil to'y qilgan, uni 17 odam kelgan degan hozircha esimda borki. Ashunda bir xabarni o'zini olganman. Bu endi simvollik bir narsa bo'lishqanaki, unda rasmda bir narsaning bo'lishi mumkin emas, chunki bu hayvonlarning kishilik huquq masalasi bilan chetilgan bir masala emas, chunki hayvonning rizosini ololmaysiz u yerda. Bu tabiatning nimasi bilan endi hayvon bilan inson ikki tur o'tirsizki, bu narsa toza bir mantiqli bir narsa emas. Endi siz hamda insonning vijdoniga qimmat qarashlar xilof bo'lishi mumkin dedingiz, ham sizning bu deganingizmi, hamda sizning bir qimmat qarashingizda hamda buni insonning vijdoniga qimmat qarashiga yoki tabiat, chunki tabiatning o'zida ham 260 xildan ko'proq jonliqda bu amjinslik masalasi bor. Eshakdan tortib hatto chiving'icha borlig'i va biologik tadqiqotlarda e'lon qilingan narsalarda isbotlangan narsalar. Albatta sizning ko'z qarashingiz bu yerda farqli bo'lishi mumkin, farqli bir xil nima qilishingiz mumkin. Lekin dunyodagi yana buning bilan munosabatli narsalar farqli. Endi ham ikki jihatda men qarasam ba'zi o'xshashliklarni ham singdirgan bo'lgan nuqtalar borki, islom bilan zamonaviy jamiyatniki yana qabul qilmaydigan nuqtalarmi borkan deb his qildim. Endi to'xtaka sizgadan boshlab kelsak, endi boyaqi Kerem Kamning degan gaplarga o'zingizning bir qo'shimcha qilgan gaplaringiz bo'lsa qo'shimcha qilsangiz bo'ldi. Andan keyin bu biz yani islom bilan davlat masalasiga kelaylik. Masalan, biz hep bilimiz chet elning dimisini qabul qilaylik, ilmini qabul qilaylik, siyosiy islohotini qabul qilaylik, texnikasini qabul qilaylik, lekin axloqi bilan ideologiyasini qabul qilmaylik deydigan gaplar bizda bek moda. Lekin biz o'ylamaymiz odatda
ularning o ilm fanidagi o siyosiy qurilmasining u yerda o'sib yetilib pishib yetilib chiqishidagi asosiy rolni o'ynagan narsa yana shu jamiyat ahvolida shularning ideologiyasi shularning axloq tushunchalari bilan zich munosabatli hamda jamiyatshunoslik narsalarda chunki u yerda o kang qo'soq muomala chunki har xil jinsiy yo'nalish jinsiyatdagi har xil fikrdagi insonlar bo'lgan kang qo'soqlik demokratik tuzum bo'lmasa zaten u yerda fan texnikaning taraqqiy qilishi yoki siyosiy bir islohotning ilib berilishi mumkin emas. Hem de siz bu cihette hem de İslam dininin siyasi yapısı yoki İslam dini hem de İbrahim dinlarının köpüncüsü hem de Hristiyan dininin köpüncü tarihi jarayonlar jiq reform qilib hem de hozirgidek sal pasif bir holatga kelib keldi lekin İslam dinida hozirgacha o'tirish butun siyosiy klimatida dominant bir kuchda. Hem de o meni sormoqchi bo'lgan savolim hem de sizce bu bugünkü demokratik sistem hem de İslam dinimi bir boshqurish bir xil alternativ hozir Xitoy hukumatining dunyoga bir alternativ bir xil siyosiy sistem sungandek İslam dinimi bir xil siyosiy sistem sunadi ham de buni shariat deb atayli yoki siyosal islom deb atayli ihvon bilan musulmon qarindoshlar jamiyatiga o'xshash. Hem sizce haqiqiy masalan Amerika'nın misalga olmayman shu İsveç bilan Finlandiyaning o'lchamlaridagi bir demokratik sistemning İslam dinining mavjud qo'g'digan İslam dinini tashabbus qilgan siyosiy sistem bilan bo'lgan farqini siz yoki mushni sig'dirishchanligiga bo'lgan hozirgi demokratik jamiyatni İslam diniki qanday qaraysiz bu jihatdan? Savolim qalayim bo'lib ketdi, to'g'ri ifodalab beraldimmi? Yaxshi bo'ldi. Men oldi bilan abayqi o'tirib qo'ygan nuqtai nazarimdanki bir qismlarini azto'la aniqlab olsam dedim. Endi masalan zamoniylashtirish dinga bo'lgan tahdidi bu nuqtani aytganda buni radikal dinchilar ang tushundi. Masalan islom dinidagi radikalchilar nima uchun isloh qilishga yoki zamonaviylashtirishga qarshi deganda ular dinninki haqiqiy mohiyatidan chiqadi yoki ular bu xil zamonaviylashtirishning oxirgi hisobda bu dinning taqdiriga bo'lgan ziyonliq ekanligini yoki oxirgi hisobda shu dinning ustidan bu boshqacha bir xil dunyoqarashninki ustun o'ringa chiqib ketaoladiganligini tushungan bo'lg'achqa buningga qarshi. Endi qarindoshimiz dedi dinninki o'zining ichki nuqtasidan chiqib masalan Qur'on Karimning aytganlari dinning o'zining prinsiplari bor, har qanday bir ideologiyaninki yadroliq aqidalari, prinsiplari bor. Shuningga o'xshash marksizm, kommunizmning aqidalari bor. Masalan sotsializmchilar, masalan North Korea bo'lsin, Kuba bo'lsin yoki Xitoy bo'lsin, hammasi kommunizmchilar. Bu dinga o'xshash ideologiyada. Bular fan texnikani qabul qilganda ularningki tatbiqlaydigani shu xil sotsialistik nizomnomiga mos kelganlarini tatbiqlaydi, mos kelmaganlarini tatbiqlamaydi. Endi yana birisi buningki zihni yoki zamonaviylashtirishning oxirgi hisobda dinninki hayotini oxirlashtirganlikning isboti Yevropa masalan 90% yevropaliklar asosan din bilan kori yo'qda. Bu Ptolmeyning davridagi masalan ayni vaqtda Rim imperiyasi davridagi Yevropadan butunlay farqli. Nima uchun bu holatlar shakllandi? Buningki asosli adabiyot san'atining qayta uyg'onishi, ma'rifatchilik harakatlari, masalan, qarshi harakatlari va keyingi modernizm, masalan, modernizm degan bir yangi aqimga 19-asrlarda o'tirib chiqqan Picassoning rasmlaridan tortib Freudning nazariyalariga qadar bularni qayta ta'kidlab yurishning iloji yo'q. Umuman dunyoning umumiy tarixi nuqtasini aytganda bu shunaqa aqim. Bizga nisbatan aytganda radikal dinchilar nayt aqlli. Ular bu xil narsaning zihnini ta'sirini obdan tushunadi. Shunaq bo'lg'achqa ular buning qarshi. Ham biz nima uchun islomni isloh qilamiz, zamonaviylashtiramiz degan masalani o'tirib qo'yib olamiz. Bizga nisbatan o arab islom jamiyatininki nim bo'lib ketishi menga nisbatan qilchi kerak yo'q-da, menga muhim emas. U arablar nim bo'lsa mening chatig'im yo'q. Muhimi bu masalani yig'inchoqliq aytsak, bu masalani o'tirib qo'yishlik sabab buning hozirgi Uyg'urlarga nim ta'siri bo'ldi. Shu muhimda.
nurg'un odamlar go'daklarcha o'ylaydiki, agarda islom isloh qilinsa, yaxshi bo'lib ketsa, bizningki millatimiz gullandi degan nuqtai nazarda. Lekin buni endi balkim shunday bo'lishi mumkin. Tarixni hech kim oldin ko'rib birim deganmaydi. Masala shunday bo'lgan taqdirda qanday bir holatlar shakllanmoqchi. Masalan, millatchilik bilan ummatchilik bu ikki nuqtasini aytganda, bu xil ummatchilik dinninki o'zining hukmronligini tiklaydigan bir xil hodisa. Masalan, biz hozir yuz berayotgan hodisa nurg'un ummatchilar ularning ko'zlaydigani millatning masalasi emas, dinning masalasi. O'zing u dunyoga borgandagi taqdir masalasi, jannatga kiramdim, kirmamdim. Shu masala birinchi o'rinda. Endi millatchilik masalasi bizga nisbatan aytganda, islomninki isloh qilish zamonalashishiningki tek-tekni aytganda, to'mirdan aytganda bizning ko'zlaydiganimiz biz go'daklarcha o'ylaymiz, islom isloh bo'lsa, zamonaviy bo'lsa, bizning Uyg'ur millati uyg'ondi, millatimizning kelgusi taqdiri yaxshi bo'ldi deb o'ylaymiz. Lekin shu narsa aniq bo'lishi kerakki, bizda kelqi majruhlik qilib batgan bir millatga nisbatan yo'l boshlaydig'ini, millatning kelgusi nishonni, kelgusi taqdiri ustida o'ylanib, ular yo'l boshlaydig'ini dinchilar emas, ziyolilar. Buni hukmronlar dunyoning har qanday yerida bo'ldi. Masalan, Irondagi Xumaynilarni taxtga chiqargan Amerikaliklar ayni vaqtda Mehmet Shohning millatchiligiga hukmronlar qarshi turib, dinni yo'lab o'tirg'a chiqqan. Pashtullarning Afg'onistondagi Talibanlarning o'tirg'a chiqishini Amerika bilan Rossiya o'tirg'a chiqqan. Ularning millatchiligini cheklab. Haqiqiy millatchilik, Uyg'urlarning millatchiligi nimadan boshlangan? Ziyolilardan. Uyg'ur degan, Uyg'urlik degan hukmning o'tirg'a chiqishini ziyolilar o'tirg'a qo'yib chiqqan masala. Abay aqarindishimiz mi dedi? Uyg'urlar o'zining nima millatligini bilmaydi, sen kim o desa men musulmon deydi deb. Bu haqiqatan shundoq. Masalan, bizningki o'zimiz sahrolarda cho'ng bo'lgan 90% Uyg'ur aholisi o'zininki kimligini so'rasa men musulmon deb chiqadi, Uyg'ur deb chiqadigan yo'q. Haqiqiy Uyg'urlikni ijod qilib, ratlab, to'xtamasdan ijod qilib chiqayotgani ziyolilar. Abdurahim O'tkirning masalan izlagan she'ri bor. Buningda halqi chiqsa bo'ron ko'ch tuxumlar ham ko'milmas izimiz deydi. Bu ko'milmas iz nada? Bu izni haqiqiy mendan aytganda u tugularninki yoki bizning piyimlarimizning qumliqda qoldirib ketgan iz emas, yoki bizning qumliqda sajda qilganda qilib qolgan tizimimizning iz emas. U nima iz? U Uyg'urlikning ruhi, Uyg'urlikni to'xtamasdan ijod qilib, yengilab mengishning izi. Biz go'daklarcha islomni xalqaro islom isloh bo'lsa, biz uyg'un. Hozir amaliyot unoq emas demoqchi bo'ldim. Masalan, ummatchilar bu ziyolilar tashkillayotgan ziyolilar yetakchilik qilayotgan millatchilikka butunlay mos kelmaydi yoki uningga qarshi turadi. Buning asosiy sabab bu dinning ko'zlaydigani bilan ziyolilarning yoki zamonaviy dunyoning ko'zlaydigani ikkisi butunlay o'xshamaydigan masala. Endi sening degan demokratiyalash masalan kelsam, bu masalani biz oldin qatimdagi bir intervyu leksiyada bayon qilib o'tgan. Mening ko'z qarashim o'zgargani yo'q. Dogma adolatning asosi bo'lolmaydi. Chunki dogma har vaqt o'zining mavjudligini saqlash uchun, chunki dogma bo'lish uchun u hukmronlikda turish kerak. Yoki hokimiyatga yelinib, hokimiyatga moslashish orqali yoki bo'lmasa hokimiyat orqali odamlarning ro'y dunyosi qo'rqinch vahim turg'izish orqali. Bu o'zgarib boqqani yo'q dunyo tarixida. Mayli xristian dini bo'lsin, eng mo'tadil deb qaralgan Budda dini bo'lsin, masalan Aung San Suu Kyi'ning buddistlarning musulmonlarga qanday qirg'anligini hammamizga ma'lum. Dunyoda tinchlikni xohlaydigan din yo'q. Umuman din bayada tafriqchilik, jidal majra bo'lmay qolmaydi. Islom nima masalan biz tinchlik dini deymiz, lekin tarixdan o'ylab kelgan bo'lsak, bizning Uyg'urlarning tarixida 300 yillik qirg'inchilik, oppoq hujlar, qartaqliqlar va oqtaqliqlar orasiga bo'lgan tipik misoli. Endi umuman ideologiya mayli kommunizm bo'lsin yoki din bo'lsin, bu o'zini saqlab qolish uchun hokimiyat nuqtasini aytganda diktatorlik tayinli, bilish nazariyasi nuqtasini, insoniyatning bilish nuqtasini aytganda nodonlik tayinli. Bu nodonlikning shu qadar kuchliligini hukmronlar shundoq bildi. Azaldan biz Uyg'urlarni boshqarishda
bizni hukmronlik qilganlar dinchilardan foydalangan. Hozirgi qirg'inchilikda eng zo'r ziyon tortganlarimiz ziyolilar. Azaldan hukmronlarningki yo'qitib kelgani ziyolilar. Nima uchun ziyolilar millatningki beshi, millatningki kelgusi taqdirini belgilaydiganlar shular. Hech qachon mollamlar emas, dinchilar emas. Buni aytganda mening fikrim o'zgargani yo'q. Shunga burunqi gapimni yana ta'kidlab o'tirishimning hojati yo'q. John Rawlsning yoki Jean-Jacques Rousseau'ning bo'lsin yoki Robert Dahlning bu nazariyalarini qayta o'tirib qo'yishning hojati yo'q. Demak, dogma diktatorlik qilib bordi, nadonlik qilib bordi. Bu xilqi dogma holatda demokratiyaning ig'zishi mumkin emas. Chunki demokratiyaning ko'zlayig'ini o'xshamagan fikr aqimliklar, o'xshamagan dunyo qarash va o'xshamagan turmush yo'llarini o'rtaq e'tirof qilish. Endi balkim dogma yoki nadonlar bilan bilimliklar bir yerda yashay olishi mumkin. Abay qarindishimizning degani masalan islom dini bilimni qadrlaydi dedi. Bizning anglaganimizda masalan bilim chinda bo'lsa-mu o'rgandaydigan bir nuqtai nazar bor yoki ashunaq bir hukm bor deb bilamiz. Bu yerda deyilgan bilim qandaq bilim? Buni mandaq tarjim qilib aytsak, islom dinidan boshqa bilim yo'q degan gap. Masalan, Chinni Xitoy deylik. Xitoyda qandaq bilim bor? Atizm bor. Marksizm, kommunizmning o'zi atizm. Endi sen Chinga berib bilim o'rgan desak, atizmni o'rganishga yo'l qo'yamdi, den mumkin emas. Agarda Chin bir simvollik ma'nodagi gap, u dunyoning arab islom doirasining sirtidagi yalan ko'rsatdi desak, masalan, Amerikan deylik. Angliyan deyil. Angliyada nima bor? Tadrijiy taraqqiyot nazariyasi bor Darwinning. Amerikada nima bor? Einsteinning nisbiylik nazariyasi. Uning butun inkor qildig'ini dinniki yaratish, yaralmish nazariyalari tadrijiy taraqqiyotning deyilg'ini insonning qanday bo'lishini dindan butunlay boshqa tushuntirgan nazariyalar. Undaq bo'lsa, bilim chinda bo'lsin degan nazariya rost shundaqmikan? Undaq emas. Uning demakchi o'g'ini islom dinininki degan bilimi birdan bir haqiqat degan ma'nodagi gap. Buni kommunizmchilarga o'xshash deydi. Sen Yevropaga berib bilim o'rgan, Amerikaga berib bilim o'rgan deydi. Lekin qaytib kelgandan keyinchi ularni o'lchaydigan nima? Kommunizmninki bir qancha moddasi orqali o'lchaydi. 200-yilchilar yoki taraqturuq deganlar orqali. Bu George Orwellninki 1984-yilning kitobida shu qadar aniq yozilgan. Endi bu masalani yig'ib aytganda mayli islomni zamoniylashtirish, u masala u arablar islom doirasidagilar uzun yil talash qilgan masala. Bizga muhimi, bizga buning nima foydasi? Rost foydasi tegamdi, tegmamdi. Buni hozirgi millatchilar bilan ummatchilarningki qarama-qarshiligi va ziddiyati nuqtasidan qarasaqlar masala shu qadar aniq. Endi dunyoning tarixidan esa hech qachon din o'zligidan bir demokratik hokimiyatni yoki o'xshamagan turmush shaklidagi ko'p xil madaniyatlik, ko'p xil dunyo qarashga ega bir xil sistemani tiklab chiqa olgan emas. Chunki u o'zining hayotini saqlab qolish kerak. Uningki hayotini saqlab qolishga birdan bir yo'l o'zininki aytgan nazariyalarining birdan bir haqiqat ekanligini, oxirgi nuqtadagi eng oliy haqiqat ekanligida ching turish. Agarda shu nuqtada ching turolmaganda, u xil nazariyalarningki uli yemiriladigan gap. To'xtaka ko'p rahmat. Vaqtimiz shunda az hamdi. Ya'ni bir 10 minut qolsaq bo'ldi. Shunga chiqaylik savollarga amal bir javob bersanglar texmo yaxshi bo'ldi. Bir savolimiz chiqibdi-ki, bu siz falsafa bilan munosabatli kerak-ki, to'xtaka sizga nazaraq mushning bir qo'shimcha qilsangiz, anan keyin Keremkamga o'tib ketaymi? Bizning Parijdagi bir turk bolaning so'ragan savol-ki, islom dinini sotsializmga texim yaqinroqmi yoki liberalizmga texim yaqinroqmi dinni deb so'rabdi. Buning qisqacha bir 2-3 minut bilan bir javob bersangiz, anan keyin Zakirkamga o'tib ketaylik. Menimcha mening ko'z qarashimda balkim xato bo'lishi mumkin. Kommunizm bilan yoki sotsializm bilan, atalmish sotsializm bilan dinninki siyosat nuqtasidan aytganda asosan o'xshash. Har ikkilisi ma'lum bir xil o'zi to'g'ri deb qaragan ideologiyani hukmron o'ringa qo'yishni istaydi. Bu xil hukmronlik o'rindan voz kechmaydi. Uningga mayli qon to'kish bo'lsin. Mesela komünizm uchun qon to'kkan millionlagan odamlar bor.
din uchun qon to'kkan millionlagan odamlar bor. Bu nuqtani aytganda kommunizm bilan dinninki yaqinchiligi liberalizm bilan dinni qaraganda yaqinroq. Endi liberalizm bu menimcha dinga ehtimol qarshi bo'lgan nazariyalar kuchli bo'lishi mumkin, lekin dinga yaqin kelish ehtimolligi yaqin emas. To'xtaka ko'p rahmat. Zakir akam, sizmi To'xtakamning savollariga qanday javob bersiz? Shuni bir avval qiziqadigan nuqtamiz, shuna bir javob bersangiz To'xtakamning savollariga. Andan keyin boyaqi Nobel mukofotiga olganlarning tizimidagi bir ekranga kelib kelgan bo'lsa turdi. Endi biz islom jamiyatlariga qarasak, Nobel mukofotiga erishganlarning asosiy jihatdan o'xshash kulturdagilarning islom ilm-fan bilan endi to'liq isbotlab beramizmi? Az ko'pdir bizga bir xaritadek bir xil rol o'ynab bersa deb men u nimani ib keldim. Asosli qarasak 20 Nobel mukofotiga olgan toplam 15 musulmon bor ekan. O 15 musulmon Nobel mukofotiga olgan musulmonning 8i tinchlik mukofot olibdi. Ya'ni siyosiy berilgan mukofot demdik. Qolgan 3chi ximiya bilan munosabatli Nobel mukofoti va 3 ximiya bilan bergan Nobel mukofotining odamlarni ekranga ib keldik. Birisi Mısırlık Amerikalık bilim insanı, ikincisi Türk Amerikalık, üçüncüsü Tunus Amerikalık. Yani yerimi Amerikalık da bulanınki. Yani bir fizikçi var, Nobel mukaffatı algan Pakistanlık fizikçi Muhammed Abdüssalam ve bu adamın Pakistan hükümeti gayrimüslim dep, şu bu adam Pakistan'dan kaçıp London'a gitipti de. İslam dünyasındaki birden bir Pakistan'dan çıkan bir fizikçiga teorik fizikçi. Bu adamdan birden bir chiqqan bir fizikçi Müslüman devletlik patmay yana g'arib ketgan gap Londonga. Boshqa tabiiy fanda yoki ijtimoiy fanda ya tabiiy fanda asosida bu xil mukofot olgan, Nobel mukofoti olgan boshqa birmi musulmon olim yo'q. Endi biz qarab boqamiz islom dini ilm-fanga bilan bo'lgan munosabati shunday yaxshi ilm-fanni qo'llaydi, quvvatlaydi deymiz. Endi ilm-fan bilan munosabatli teoriyalar bilan moslashmagan yerlarmi ko'p. Endi sizcha Uyg'urlar 1000 yildan beri, 1000 yildan beri endi musulmonlar ko'p dinga e'tiqod qilib kelyapti. Endi nimishqa bu musulmon dunyosida bu xil sizning nazariyangizdagi Qur'onda ilm-fanni bek Qur'on ilm-fanni bek qo'llaydi deydigan nuqtangiz bilan ipmasak, bu ko'zimizning oldidagi bu manzarning mantiqisi nima emas senga? Nimishqa bundaq bo'lib ketadi? Siz bu jihatda o'zingizning ko'z qarashingizni azob so'zlaysiz. Aldıdan bu qardaşımızniki gapiga men deydiğim buniki tunuştuğan İslam an'anaviy İslam. Qur'ondagi İslam emas u. Buni hozir men so'zlab tugatib olmayman bu yerda endi cheklik bir vaqtning ichida. Buningga 1-2 soat vaqt o'zildigan gap maxsus. Undan keyin hozir davatimiz an'anaviy İslam, ya'ni Qur'oni Karimdan chiqib ketgan holatdagi Arabniki hikoya cho'chaklarga tayangan, Arabni koni e'tiqodiga tayangan İslam bo'lganligi uchun insonlarning orasida masalan mazhablashish, har xil radikallashish ishlar mavjud bo'lgan. Uningdagi bu dinning nimaning o'zini, ilmning o'zini, ilm-fanning o'zini hazm qila olmaydigan bir holat shakllanadi. Bu to'g'ri, nimaniki qandishimiz degan gapi. Bu ilm-fanni qabul qila olmaydi. Nima uchun degan vaqtda mushu din hozir ilm-fanni qabul qila olmaydi. Qur'onda unday emas. Men bayatimiz deganim shu, din ikki xil. Islom dini, Qur'ondagi din ayrim. Ammo hozirgi e'tiqod qilayotgan din ayrim. Buni hozir dunyoda nurg'un olimlar chiqdi, Turkiyadan jiq olimlar chiqdi, Arab mamlakatlaridan chiqyapti bu olimlar dinni isloh qilmasa bo'lmaydi deydigan. Qanday isloh qilib degan vaqtda Qur'onning sirtiga yepishib olgan butun axlatni tashlab etib, Qur'onni o'tirga chiqish orqali isloh qilish. Buni ketyapti-da. Agar ashlab qilmasa, bu insonlar hech bir zaman shu nodonlikni qutlanmaydi, kambag'alchilikni qutlanmaydi, ish qilmaydi. Dunyoda axlat to'plab o'tkazib degan gap endi. Shuning uchun bu hammasi isloh qilamiz deydi. Qanday isloh qildi degan vaqtda Qur'on orqali isloh qildi. Chunki tarixdan buyon har payg'ambar kelgan vaqtda ko'nib qilib shu askrab ketgan dinning o'zini yangi dinning nomi bilan
onun özünü islah qilib, yengilab o'zi kelgan tarix borda, xuddi shunga o'xshash, hozir qo'limizda Qur'on bor. Onun üstüde minglığan, 10 minglığan kitap var mesela. Şu kitapın hemesini din dep okuydu. Ama şunun hemesini süpürüp taşlap, Kur'an'a qaytışımız gerek. Şu vaxtın özünde, Müslümanların özüne biz resmi Allah Teala özü Kur'an-ı Kerim gösterken haletteki Müslüman halkı ekelimiz. Onundakin bu dünyadaki insanlar bilen çıkış alaydıgan, ilim fen bilen çıkış alaydıgan, medeniyet bilen, terakkiyat bilen çıkış alaydıgan bir insanlar olup yitildi deyiklik. Kur'an mı zaten şunu bayan kılıklık. Hem de bu yerde hazır Kur'an'daki mahiyetini hemen de düşünmeydi ya Arapça oğandakin. Onda oğandakin bunu da hazır ki bayan kılınıp atkan köp sandaki %90% adamlarındaki bayan kılıp atkan dini hazır enenevi. Yani Arapça çokunduğun bir din oğanlık için bunun karta bu din diyen muştak neyse. Zaten adet yaxşı ahlakını kabul kılamaydı bu adette. O ilim fen ayrılık hep kalsın deyiklik nurgun adamda. İkinci sual ne miydi? Şu ilim fen bilen boğan münasebeti doğruluk sordum Yeah. asasında. Hem de sizler ilim fenin qanchalik derece azık zamanıvi ilim fenin qanchalik derecede hazm kılalaydı İslam dini mesela. İslam dini her kandak ilim feninin özüne. Çünkü İslam dini her insan şu özünün zamanındaki en ilgar insan bu yetişinin özüne boruydu. Kur'an. İnsan şu zamanda en ilgar adam buluştun şu zamandaki ilim fenini biliş gerek. Kur'an'daki bizge koygan talepleri bu. Hem de bizni hazır ağır kaldırıp nesne bu diye vakıda Kur'an okuysa, o hadisi okuysa, onu Kur'an yadlaysa dep hazır ilim fenini jiraklaştırıp kitayotgan bir menziri var mayının özünde. Din namını kitayotgan işler. Bu Kur'an'da ondan nesi yok. Bay diyenge okşaş, din iki xil. Kur'an'daki Allah Teala bizge yani insaniyet evetken din ayrım. Bu hazır insanlar itikat kılavatkan 90%. Yani cihtavatkan bolsam 80% değil. İnsanların itikat kılavatkan nesi ayrı bulup getiklik. Şu hazır vakitte bunu ıslah kılmışsak olmayı deyişinin sebebi ma'u. Bu Kur'an'daki din oturup çıkan vakitte bu nim kıl diye vakitte bayağı kas tüzümü doğru geldi diyen bir gap çıktı o. Bu Kur'an-ı Kerim'deki aslında bu şu laiklik tüzüm bağı. Hiç kadar dini itikadını özü ne kılmasın, dini itikadını tesiri uçurumgan halette ilim mantık olan devlet başkuruş. Devletin içindeki her kandak bir milletke ya her kandak din mezhepke insanlara okşaş musabıt durup öz muamele kılış. Kur'an bunu buyurgan nesi bu? Kur'an'daki nesi bu? Bakamadım işte bir devlet İslam tarihini 102 yıl okugan hem de İslam tarihi de hakikaten şundak bir devlet bu baktı mı? Dini karar vermeye. Peygamber Aleyhisselam'daki zamanısı oldu. Bunu hazır ben Bayet'in sözlüsek gepni yerim keyençak çizilip kettik o. Peygamber Aleyhisselam'ın zamanısı bolgan işte bu. Onun da başka vakitte ahırsızlık bu bütünle ahır yenip ketkendiken zaten Araplık tarihte var bu neyse. Araplar burun Araplık kayıtıp ketdi degan öz tarixte məxsus yazık nesi var. Demek neme degan vakitte İslam'da 23 yıl Peygamber Aleyhisselam ular tebliğ kılgan bilen o 23 yıl ötmeyliken neme özü bütün sahabelerni ötürüp biz o yerde Umayye Abbasiye sulalası kurulgan vakit tamamen ahır yenip burun dini kayıtkan nesi var. Ular İbrahim dinine itikat kılımız değmez mi o? Şu dinden mesela namaz okuş var, şu hacı kılış var. O bağandaki Kur'an'da anası varken yani Kur'an'daki din Allah. Yani her kandak neyesindeki bir kısım okşaydı. Hazır adette sosyalizm tüzümünün özüne odak ideolojisini ekesek Kur'an'a düşürgen nurgu yerleri var, düşmeyen nurgu yerleri var. Düşke yeri karabdaki bu İslam dinike demeyimiz de ona. Kudu şuna okşaş, hazır diniki yani insanlar hazır Müslümanların özü itikat kılıp kilovatkan diniki nurgu özü Kur'an-ı Kerim düşürgen hercik yerleri karabdaki bu İslam dini müştep karaydı. Noktuk yerleri mesela siyasi kısmı İktisadi kısmı, ilim fen kısmı misalda insan hakları kısmı bu neslerde nurgun yerde özü bu Kur'an-ı Kerim'e düşmeydi. Düşmeyendikin Kur'an-ı bu İslam insan hakları görmet kılmaydı. İlim fenlik özü nim kılmaydı. İlim fenlige nim kılmaydı deyimiz onun özüne. Maslaşmaydı. Zamanı maslaşmaydı. Digen neyse aşağıdakilik. Zaman Kur'an her insandaki şu zamanı layık adam buluş diyenin özüne oturup koygandakin demek zamanı maslaş işleyen gep oldu. Şu zamandaki ilimle erişki boruydu. Bu sahada mesela məxsus toxtuluş oldu.
Qur'on nima? Qur'on qanday narsani buyurdi? Hozir an'anaviy islom nima? Qanday narsani buyurdi? Ikki islomning o'zini olib chiqishga bo'ladi misolda. Shu vaqtda lekin haqiqiy islom bilan hozir an'anaviy islomning o'rtasidagi farqni va haqiqiy musulmon bo'lgan chog'da insonlar hozirgi zamondagi ilm fanga, hozirgi zamondagi o'zi taraqqiyotga moslashadigan inson bo'lamdiki, bo'lmamdiki, buni shu vaqtda tushunishga bo'ldi. Masalan, bu aytgan birisi Martin Luterniki gaplari oldu. Şu adamı şu Hristiyan dininde Tevrat İncil'nin üstündeki 5 batman ahlatlar, insaniyet tarafından din namıda yığılgan ahlatlar aşın beslik etkendikin şu adam aşın çıdımay anın özünü oturup çıkırıp hakiki Tevrat İncil'ini oturup çıkırış arkalık insanların özgü din ıslah kılmasa olmayı deysen sebep bu. Yani Kur'an mı aşın da bazı Müslümanlar misal bulup bizdeki Uygurlar İslam'ı kabul kılganını ta hazırgısıyla hiç kandak ıslah kılınmaklık. Türkiye'de Mustafa Kemal'ın zamanısı bir katım ıslah kılınıptı ki bir akırı olsun ama bizde tarihten bu yan ıslah kılınmak bu nesle. Aldığımız gelgen Arap kitabının hemesini dinde halkı yetkizildik. Arap'ın medeniyeti, örf adeti, Arap'ın öz meyvecivelleri olsun, hayvanları olsun hemesinin özünü uluk bildiğin bir kaidenin özünü ekilip milletki bundak bir nesini sındırdık. Ondak olgandakin millet kası din emez bunu mu pekatamaydı hayatı çıkıp kalısılık. Bunu ağrıp çıkıdığın nesini mi bayıqı degende Kur'an ben işkisini seliştiği vaxtıda onu ki öz gazvelen höydük şeyler ağrıldı diyen gep. O vaxtıda Kur'an'ı biz özümüzün tatbiqi vaxtıda Kur'an'daki özü Kur'an'ın teşebbüsleri özümüzün tatbiqi vaxtıda qanday oldu diye vaxtıda hazırki zamandaki ilgar insanlar buluşqa, hazırki zamandaki ilim fenni qabul qılagan insanlar buluşqa buyurulgan bir kitap ekenligini, aşındak bir din ekenligini biz düşüne alayımız diyen gep. Kerimka köp rahmet. Vaqtında moto şey dedi, iki kızdan, iki cümleden senin qo'shimcha qilgan so'zinglar bu so'zinglarni ilib anondikin programni taqay. Keyin yana qayta suhbatlarni ilib basak sizlar bilan texmo obdan konkurtma bu ustid paramlashgan mazmunlarni konkurtlashtirsak bo'ladi deb qarayman. To'xtaka siz qo'shimcha qilamsiz avval? Bo'ldi. Menimcha yig'ib aytganda har qanday bir ideologiya uni ıslah qilish mumkinchiligi ega. Chunki ıslah qilmasdan qasroq tashlangan yılan o'ladi degan gap bor. Shunga o'xshash bu ıslah qilish shu xil ideologiyaning hayotini uzartish uchun. Ana bu xil uzartish ras amalga oshmamdi oshmamdi akimizning deganlari qancha % musulmonlarga vakillik qila oladi buni birim demak qiyin. Lekin umuman aytganda dinning o'zining cheklamaligi oxirgi hisobda ilmiy bo'lgan dunyoqarashlarga selishtirganda bu xil cheklamaliklarning nurg'un jihatlari isbotlanib chiqayotganligini nima uchun isloh qilishning zarur bo'lib qolganligini shundan ko'rib olgan bo'ldi. Endi kelgusiga hech kim oldin qiyos qilolmaganga o'xshash keyin nima ishlar bo'ldi buni bilmaymiz. Muhimi bu dinning isloh qilishi zamonaviy bo'lishning bizning Uyg'urlarning kelgusiga nima ta'siri bor? Bu masalalar menimcha chunqur o'ylanishga tegishli masala. Mening gapim tugadi, rahmat. To'xtaka ko'p rahmat. Kerimka. Men mana shu qarindishimizning gapiga qo'shilaman, ammo meniki degandek bu deyotganim qanchalik insonlarga vakillik qilishni men o'zim bilmayman. Ammo bu dinni isloh qilish bu dunyoning taqozosi, musulmonlarning taqozosi bo'lib. Ammo din isloh qilingan taqdirda Uyg'ur xalqiga foydasi yetilganlikka men ishinaman. Chunki isloh qilingan vaqtda insonlar zamonaviy narsalarga qiziqadigan bo'ladi, zamonaviy ilm-fanga bo'lib qiziqadigan bo'ladi. O'zining milliy kimligini bo'libmi Uyg'urlardagi milliy kimlik din sabablik yo'qotilib etilgan nurg'un narsalar bor. Shuning uchun bu yerdagi bu narsalarni asli keltirishga nurg'unlar foydasi bo'ldi. Burun bosh degandeklar bu sohaga oldindan o'zi bizniki nurg'un ziyolilarimiz Abdurim O'tkirova o'xshash ish qilib vatanda men jiq o'z ziyolilarniki ismini bilmayman, ammo sizlar qasim jiq bilasizlar herhalde. Ziyolilarimiz ko'p kuch chiqargan. Biz uniki kitoblarini jiq o'qidik. Ammo hozirgi vaqtda meniki umid qilganim dini ziyolilar bilan yana madahiyatga vaqtida islohotni umid qildigan, islohotni orzu qildigan dini ziyolilar bilan fanni ziyolilar bir yerda o'tira olishi lozim. Bu sohada tafakkur fikr yurgiza olishi lozim.
millatniki kelajagi haqida shu islohot sohasida bir muzokara olib bora oladigan bir holat shakllanishi lozim. Yani ikkisi hech bir zaman düşman emas buchu. Düşmanımız zaten Xitoy. Unda bo'lgandan keyin bu sohada biz birga kelgan vaqtda o'xshamagan fikrlarimiz bo'lsa, shu yerda muzokara qilish orqali biz bir-birimizni tushunamiz. Hattoki bilmagan narsalarimizni bir-birimizni bilib olamiz. Shu vaqtda bizniki ishlarimiz texmi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Köpten köp rahmat Kerem aka. Ahırda şunda yaxşı gap qıldınız. Mən sizin gepinizge qoşulma asas düşettin. Elbette ziyarlılar köpünçe bu cihette texmi köp tolerans qılalaydı, texmi köp qabul qılalaydı, oturup qopalaydı. Lekin de ziyarlıların gapleri qarta, bu mənim sizdek dinni teologlar bolsa, ilahiyatşünaslar bolsa, bu bizning ta'limimiz, lekin köpünçeler isimge nim kep qaldı desiniz. Abdüali Ekan bilen Ekber Erdem Mullanma Türkiye'deki şu adamın münazırası sizdek adamını öldürüp itiş gerek dep çıkan bir yeri var. Hem bunda bolsa hem de Mullamla bile otağın bulmaydı da şu an ziyarlılar. Ben aşağı demeydim. Sizdek bolsa hem de tolerans gösterse şununla şu bu xil söhbətlər köp ilib basa, düşünüş çoğun qurulasa, diyalog çoğun qurulasa diye ümitiməm. Mən bu işkilinlər köpdən köp rəhmət. Hazır rejissörümüz programı təxsis oldu. İkrarlı görmələr. Hem onların müşkünə ona xeyirlik olsun. Köpdən köp rəhmət. Bizim rejissör bunu görüp taxap boğu çıxır.